Aziz do'stlar, yana bitta zo'r savol bo'ldi. Savol qanaqa degan bo'lsangiz, ekilish sxemasi to'g'risida. Pavlovniyani necha eksam bo'ladi? Masalan, o'zingiz o'ylab ko'ring, 2 yil oldingi fikrlashingiz bilan hozirgi fikrlashingiz, 2 yil oldingi tajribangiz bilan hozirgi tajribangiz qanaqa farq qiladi? Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'lyapti. 2 yil oldin odamlarga 2 ga 2 eksangiz bunaqa bo'ladi deb tavsiya berganmiz. Sababi o'sha paytdagi fikrimiz, o'sha paytdagi tajribamiz bilan tavsiya berganmiz. Chunki 2 ga 2 o'zimiz ham ekkanmiz, o'sha fikrga o'zimiz ham ishonganmiz. Lekin hozirga kelganda tajribalarimiz hamda fikrlarimiz rivojlangani uchun hozirgi kundagi 2023-kundagi tajribamizga asoslangan holatda 2 ga 2 yoki 3 ga 2 sxemalar ishlamas ekan. Tezda daraxtlar bir-biriga salqin berib, rivojlanishdan 2 yil, 3 yil zo'r rivojlanishi mumkin, lekin bir-biriga qisilib qoladi. Shuning uchun aziz do'stlar, plantatsiya tashkil qilayotganlaringizda imkon bo'lsa 3 metrga 5 metr yoki 3 metrga 6 metr yoki 4 metrga 6 metr shunaqa plantatsiyalar tashkil qilsalaringiz, inshaalloh yaxshi natijalarga erishar ekansizlar. Bundan buyog'iga o'zimiz ham shunaqa kengroq plantatsiyalar tashkil qilishni maqsad qildik. Sababi shoxlari bir-biriga yetib qolib, ichiga quyosh tushmasdan rivojlanishi hamda semirishi ko'ngildagidek bo'lmay qolar ekan. Shuning uchun hammalaringizga tavsiya beraman. 3 metrga 5 metr yoki 3 metrga 6 metr yoki 4 metrga 5, 4 ga 6 shunaqa plantatsiyalar tashkil qilishni tavsiya qilaman.